Salom do'stlar, navbatdagi binomizda sizga loyihamizni tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bu loyihamiz 22 metrga 12 metr tashkil qiladi. Bu loyihamizni oldi pastda so'qqa qismini ko'rishingiz mumkin. Bu loyihamizda xonalar ichi bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi xonamizda yarim belni kesib loyihani, ya'ni ichi yaxshi ko'rinish maqsadida. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, kiraverishda to'g'ri eshik qilganmiz. Eshik, ya'ni xonaga o'tadigan eshik qilganmiz. Bu orqa tomondagisini mehmonxona qilib joylashtirganmiz. Xo'p, oshxona bu yerda spalni, bu yerda sanuzel, bu yerda oshxona tushadi. Xo'p, mana bu joyni hol qilib belgilaganmiz. Mana binoni ko'rishingiz mumkin. Ichidan ko'rinishlari. Xo'p, binomizga 15 kub beton ketyapti. 45 mingta g'isht ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu binomiz Toshkent Yangiyo'ldan qurilyapti. Hali hop, bu binomiz ishlanish jarayonida. Mana avtokat planlarni ham ko'rishingiz mumkin. Planlar hali ishlanish jarayonida. Prosta kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz. Telegram kanalimiz uy chizmalari. Hozirda 27 ming